Hammaga salom do'stlar. Bugun biz sizlar bilan Lucky Block'da ajdarni o'ldirishga harakat qilamiz. Bu umuman oson bo'lmadi. Aniq aytaman, keyin siz ko'rgan bo'lishingiz mumkin mana bu end portalini. Xullas, o'shani ham aktivlashtirib ajdarni yo'q qilish kerak. Va Lucky Block'larni sindirib boshlaymiz. Va bu yerda qanday platforma bor? Men aloqam yo'q lekin bunga. O'zi bo'lsa kerak-da xullas. Lucky Block'lar sindirishdan to'xtamaymiz, sindiramiz, kerakli narsa tushgunicha. Xullas menga durbin tushdi va u durbindan qarab ko'ramiz. Bu nima? Sandiq bor ekan. Nimadir bersa kerak-da, xullas sindiramiz Lucky Block'ni. Nimadir chiqib, yo'q. Lucky Kamon tushdimi? Lucky Kamon. Masalan, Kamon, Lucky Kamon. Hozir nima bunday bo'lib qoldi deyishingiz mumkin, chunki men oshqovoq kiyib oldim. Oshqovoq kiysa shunaqa bo'ladi. Ya'ni hardcore'da, ya'ni do'stlar, menga qanday narsa tushibdi? Tasavvur qilyapsizlar? Netherite olmos 40. Sindiramiz kerakli narsa tushgunicha. Bir yerdan kerakli narsa tushishi ham qiyin. Xullas, men bu masterman deb turgan paytimda mana bu yerga netherite qilib tushibdi, axir ko'rmabman. Otib. Va mana netherite qilich. Endi haqiqiy kuch-qudrat egasiga aylanyapman. Xullas, do'stlar, men botga o'xshab yoyilib ketdim. Shuncha narsa ham bu musor bo'ldi, mayli. Xullas, menga oltin olma tushdi, sehrlangan bo'lsa undan ham zo'r va juda ham musor narsalar. Bu yerda yo-moyos, netherite oyoq kiyim. Zo'r-ku, men parkour master, master, har xil masterman. Xullas, blok tugadi, yana Lucky Block sindirishga olg'a. Uy! Sehrlangan oltin olma? Bunga ehtimol qancha edi axir? Voy! Xullas, netherite qilichday mas'ul, zato temir boltam bor. Keyin chaq etib yoyib qo'yaraman. Xullas, uzrasizlar, o'yin qotib bo'ldi, ishlab ketdi. Xullas, Lucky Block sindiramiz, nimadir tushib qolar deb. Va yaxshiroq qurol bo'ladi. Asliha bo'yicha hozircha omadim kelyapti. Ammo keyin nima bo'lishini kim biladi? Xullas, bloklarni olib qo'yaveramiz, kerak bo'lib qolar, lapatka bilan sindiramiz. O'zimga tushgan musor bloklardan biz ham deyarli yetib oladigan yer tuzolmi. Yana o'zimga yaxshi aslahalar ham tushdi. Bunday yurish juda xavfli. Xullas, Lucky Block sindiramiz, yana nimadir tushib qolar deganda. Xullas, do'stlar, men zo'r qilich tushdi va shu effektlar berar ekan. Yo'moy, olovga qarshi 2, Night 2, ya'ni yiqilishdan ham uncha jonim ketmayapti. Malades, zo'r narsa berdi. Xullas, menga totem tushdi. Endi Liboyga javob deyish qiyin bu holda ham. Xullas, 7,5 ta himoya, temir aslahaday himoyam bor. Xohlagan kelsa, yerda virustak ham kerak emas, deyarli qurilish uchun hech qanday blok yo'q ekan. Mayli, bunda qazish iloji bor ekan. Malades. Xullas, deyarli yetib qoldim. Ozgina qoldi, qachon bo'laman? Ancha yaqinlashib qoldik. Bu Lucky Block'dan xavfli narsalar uncha ko'p chiqmaydi ekan. Shunisiga ham rahmat. Inventar to'lguncha sindiramiz. Sizlar, bizga olovli tayoqcha juda ham kerak bo'ladi. Xullas, ovqatlar kerak bo'lmaydi, chunki bu yerda
deyarli qorni ochmayapti. Men asli ham hozir dabdala bo'lsa ham zato kiysa bo'ladiganida otib yuboramiz bularni. Lapatga bekitmay kerak. Va buni otib yuboramiz va yaxshi narsalar qoldi menga, o'zimga. Nega uni ozroq qolganda xullas bo'lsa kerakli narsalar saqlaymiz, buni olamiz. Bu ham yaxshi. Mayli bo'ladi bularni. Bular jang payti asqotadi. Olmos albatta, nezerit, ayniqsa bu ender marvarid. Bo'ldi bular hamma ammo bularni ham solib qo'yish kerak. Bu ham juda ham yaxshi. Bittajon qo'shib berdim. Bu yerda cho'chqa spawn bo'libdi. Men cho'chqani yomon ko'raman. Yo'qol harom. Harom cho'chqa. Cho'chqa harom. Yo'qol. O'lib ket. O'lib ket o'sha yerda. Xullas, Lucky Block sidirishda davom etamiz.